Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu bedamizni holati. Mana bu yangi yildan keyin hali birinchi o'rimga tayyor bo'lib turibdi mana akay. Tayyor bo'lib turibdi. Bedamizda asosiy zarar kunanda hasharotlari borda. O'shalarga qarshi ishlov qilish kerak. Ishlov qilmasa, mana shu bedamizni yashil massasidan ayrilib qolamiz. Bunga qanday zarar kunanda desangiz, mana bedamizni hozir ko'rishingiz mumkin o'zingiz ham. Mana shira, mana asosiy zarar kunanda shira mana shunday zarar yetkazyapti. Hozir bu barq urib rivojlanyapti mana. Bunga qarshi kurash choralarini olib bormasa, bu bedamiz nobud bo'lishigacha olib keladi. Yashil massamiz qirilib ketadi mana. Mana ko'ryapsizlar. Bu hali bedamizni ichiga o'tgani yo'q. Aslida yonbosh qismidan, ya'ni mana begona o'tlar tarqalgan joydan tushib boshlagan. Mana ichkariroqda bedalarimiz hali zarar berib ulgurmagan. Bu begona o'timiz jag'jag' deydi. O'zimizda shildiroq o't ham deydi. Mana shu begona o'tda asosiy ko'paygan mana. Shirani asosiy ko'payishi mana shunda ko'payib, keyin asta-asta beda ekiniga o'tyapti mana. Mana ular hammasi shu shira mana. Mana shira. Bunga qarshi kurashish usullari mavjud. Hozir bunga kimyoviy dorini sepish kerak emas. Nimaga desangiz, chunki o'rimga tayyor bo'lib turibdi. Buni urib olish kerak. Urib olganda mana bu begona o'tlar ham qo'shilib o'riladi va joyidan chiqmaydi. Joyidan beda chiqadi. O'sha beda 3-5 barg bo'lib 10-15 sm bo'lganda shiraga qarshi ishlatiladigan dorilar bor. Mana shu shiraga qarshi ishlatiladigan kimyoviy preparatlar bor. O'shalar bilan yer nam bo'lganda, diqqat qilamiz, yer nam bo'lganda, beda ya'ni bir marta suvlanganda yoki yomg'ir yoqqandan so'ng bedamiz 5-10-15 sm bo'lganda qo'l apparatida yo bo'lmasam katta gektar bo'ladigan bo'lsa, shtangilli yoki xil apparatlarda ta'sir qiluvchi moddasi spirometrin, xlorpirifos bo'lgan dorilar bor. O'zimizda nomini oladigan bo'lsak, oddiy o'zimizda hamla degan dori. Agar aptekalarga borsalaringiz, o'sha mana bu shirani o'ldiradi. O'zi uncha shirani uncha nima joni yo'q bo'ladi, lekin mana bu o'simlikka zarar yetkazadi. Mana shu o'simlikka zarar yetkazadi. Mana shundan e'tibor berish kerak har bir ekinga. Mana har bir ekin ekilgan, o'shanga e'tibor berib parvarishlab qarasangiz, shu siz aytgan hosilni olasizlar. Hozir mana bu yerga tut ekini ekilgan. Tut ekini mana bu ham unga qarshi kurashlar olib borilmasa, ertaga tutni bargida tut parvonasi zarar kunandasi bor, o'shanga ham o'tib ketadi. Bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan har bir ekiningizni oldiga kelib, u bilan suhbatlashingda, suhbatlash deganda keling, ko'ring, mana qarang, beda misol uchun beda qanday o'syapti? Yaxshi. Barglari katta-katta. Hech qanaqa bargini orqa tomonida hasharot bormi, yo'qmi? Mana hozir yana bitta hasharot aniqlanyapti mana. Ko'ryapsizmi? Mana shirani bargga o'suv nuqtalarida mana shiralar barq urib rivojlanib ko'payyapti mana. Bunga fitonomus ham tushib boshlagan mana. Barg filchasi deydi, bargini teshilishiga mana olib keladigan mana ham tushib boshlayapti mana. Kelish kerak, suhbatlash kerak. Agar tushunmasangiz, mutaxassisni olib kelib ko'rsatish kerak.
Misol uchun bitta beda bo'lmasligi mumkin. Kimlardir uyini oldiga manzarali daraxt ekkan bo'lishi mumkin. Kimlardir kartoshka, piyoz ekkan bo'lishi mumkin. Qarang, qanjirayaptimi, vaziyatim bunday barqaror rivojlanmayaptimi, minus orqaga ketyaptimi? Mutaxassis chaqirib bir ko'rsatish kerak. Rahmat hammaga.